Assalomu alaykum hurmatli Kia Buxoro avtosalonining mijozlari. Bugunda sizlarga eng katta yangilik bilan chiqyapmiz. Kia Sonet avtomashinalarini endilikda oylik to'lovni 1,160,000 so'mdan Kia Buxoro Vlad Avtocity'da joylashgan chiqarib beradi. Bundan tashqari bizda Sonet avtomashinasini xarid qilgan mijozlarimizga bonuslar nima deb so'ragan mijozlarimiz uchun parok, tonirovka, radiator zashta xohlagan 10 ta bonuslarni qo'yamiz. Xohlaganini tanlab olishadi. Bemalol to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Shaxsan o'zimiz javob beramiz. Bonuslar haqida qiziqsangiz, unga ham javob berib o'tamiz. Bizda avtosalonimizda Sonet avtomashinasiga test drive hamda trading xizmatlarimiz mavjud. Trading xizmati nima degan mijozlarimiz uchun eski mashinangizni keltirasiz, yangisiga bemalol mana bunaqa Sonet inomarkalarini minib ketishingiz mumkin. Undan tashqari keling, bugun Sonet avtomashinasini birinchi pozitsiyasini so'ragan mijozlarimizga bitta kichkina obzor qilib o'tamiz. Bemalol kelib, laykini bosib, kommentariyalarni bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Sonet avtomashinasini birinchi pozitsiyasi уже ko'p kishi Buxoro xalqini ko'pisi biladi. Birinchi pozitsiyasi mexanika bo'ladi. Bu уже erkatoy bo'lib aylanib ulgurgan. Yanada ko'proq ma'lumot berib o'tsak agar, Sonet avtomashinasini hozirda komfort usulda ham Yandex yo'kalarimiz olib borishyapti. Hozir Yandexga ishlayman, Sonet avtomashinasi inomarka-ku bo'lmaydi-da degan mijozlarimiz uchun bu hozir ayni muddao bo'lgan. Bemalol Yandex yo'kaxonlarimiz keladilar. Avtomashinani oylik to'lovini 1 milliondan 2 million, 2,5 milliongacha bemalol chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lov eng kam necha pul bilan chiqarib berasizlar deganga 25% eng kam boshlang'ich to'lov bilan rassrochkaga bemalol chiqarib beramiz. Grafiklari uchun qo'ng'iroq qilishadi. Grafiklarni esa Telegramdan shaxsan o'zim tarqatib beraman. Keling, bitta ichkarisini ko'rsating. Sonet avtomashinasini birinchi pozitsiyasiga odamlar o'ylaydi, hech qanaqa funksiyasi yo'q deb, lekin bu avtomashinamizni birinchi pozitsiyasida ham zvukovoy upravleniyasi bor. Keling ko'rsataman, даже buni faqat rulda ishlatsa bo'ladi. Qaranglar, rulini o'zi shunaqa необычный, заводской shunaqa keladi. Ba'zi bir GM avtomashinalariga qaraganda ruliga, bariga Malibu rul yoki Gentra rul mana bunaqa qilib o'tirmaysizlar. Bu shaxsan o'zi zavoddan, заводской shunaqa keladi. Zvukovoy upravleniyasi, obduv, обогрев sideniyasi bor. Birinchi pozitsiyasidan uchinchi pozitsiyasining farqi nimada deb so'ragan mijozlarimizga, faqat lyukida farq qiladi, koja sideniyasiga farq qiladi. Uncha farqi yo'q. Birinchi pozitsiyasi mana bunaqa materialni bo'lib keladi, lekin materialni bo'lsa ham eng qimmatbaho materiallar ishlatilgan. Bu yerda kolonkalari bor, bemalol konditsionerlari bor. Boya aytib o'tganimizdek, Kia Sonet avtomashinasini o'zi xalqimiz tanib bo'lgan, ko'p kishi biladi. Avtomashinamiz juda ham narxi arzon bo'lganiga qaramasdan ham komforti ko'p. Avtomashinamiz Buxoro shaharida ham, 12 ta viloyatda ham o'zi juda ham keng tarqalgan. Bu avtomashinamizni ko'p kishi so'raydi, garantiyasi necha yilgacha? 5 yilgacha kafolat asosida qilib beramiz. Bemalol kelasizlar. Bizda hech narsa kompyuter orqali bo'lmaydi. Yozma tarzda yozilib, kafolatlarni qilib beramiz. O'sha boya aytib o'tganimdek, oylik to'lovlari ham shu hech qachon ham o'zgarmaydi. Faqat bunga ulgurib qolish kerak. Oyning oxirigacha bemalol bu narxda chiqarib beramiz. Bu даже $100 ga ham bormaydi oylik to'lovlari. Bemalol kelishadi. Test drive desa test drive, trading desa trading. Yana 4 xil usulda avtomashinamizni xarid qilishingiz mumkin. Lizing shartlari asosida desangiz, lizing shartlari asosida ham qilib beramiz. Nimaga lizingni qo'shyapti desangiz agar, ba'zi bir xillarni kredit tarixi qizilga tushgan bo'ladi. Qizilga tushdim, endi inomarka minni olmayman, inomarka xarid qila olmayman degan fikrdan o'zi miyangizdan chiqarib tashlang, chunki Kia Buxoro avtosaloni buni ham shart-sharoitlarni qilib qo'yishgan. Lizingda firmani nomiga chiqadi, bo'lmaydi, firma yopilib ketadigan gaplardan o'zi bu narsani ham miyadan chiqarib tashlash kerak, chunki firma bizda rasmiy diler bo'lgani uchun bu narsa bo'lmaydi. Yana sug'urtasi ham, nomeri ham firma tomonidan sizga beriladi. Oylik to'lovini 1 oy, 2 oy, 3 oygacha bemalol to'lamasdan birdaniga keyin to'lasangiz ham ustiga 1% penya qo'shilmaydi. Sizga qulay tomoni shu bo'ladi. Bemalol mashinamizni mazza qilib haydash imkoniyatini beramiz. Hozirda salonimizda shu Kia Sonet avtomashinasini full opsiya bilan qilib kirgizib qo'ygan. Hozirda kelib
avtosalonimizdan shu Sanet avtomashinasini so'ragan mijozlarimiz uchun bu avtomashinaga polisi dop qilingan, mana bu paroglari bilan bonusga chiqarib beramiz. Undan tashqari yana nimalar qilingan deb so'rasalaringizlar, radiator zashta tonirovkalari ham qilib qo'yilgan. Bu avtomashinani bemalol kelib, bonuslari bilan 2 soat ichida bitta pasport evaziga nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Undan tashqari kelasiz, bitta pravangizni olib kelsangiz, men shaxsan o'zim mana shu avtomashinani sizga test drive qilib ko'rsataman. Yana ham to'liqroq yoki test drive'ga yozilish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Undan tashqari bizga Sanet avtomashinasini xarid qilgan mijozlarimizga eng katta bonusimiz propanni bonus qilib beryapmiz. Bunaqa shart-sharoitlarni faqat Kia Buxoro avtosaloni chiqarib beradi. Boshqa avtosalonda propan berish shart-sharoitlari mavjud emas. Kia avtosalonida servis mavjudmi degan mijozlarimiz uchun servisimiz albatta mavjud. 5 yilgacha kafolat asosida bemalol 10% dan 15% gacha chegirmalar bilan chiqarib beryapmiz hozir avtomashinalarni. Keling, bugungi avtomashinalarimizni ko'rsatamiz. Bugun servisimizda faqat mo'y almashtirish uchun avtomashinalar kelgan. Birinchisi уже kirilgan. Mo'ylarimiz hammasi joyida. Bemalol birorta ehtiyot qismdan bizda problema bo'lmaydi. Eng yaxshi ehtiyot qismlarni sizga faqat Vlad Auto City'dagi Kia Buxoro avtosaloni chiqarib beradi. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'taman. Karvon chorrahasidan unga qaytishda Prezident rezidensiyasining ro'parasidagi Vlad Auto City'da joylashgan Kia Buxoro avtosaloni. Faqat manzilda adashmaysiz, bunaqa full paket bonuslarni faqat Kia Buxoro avtosaloni sizga chiqarib beradi. Yana ham to'liqroq ma'lumot ega bo'lish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va Kia Buxoro YouTube'ga a'zo bo'lib, kommentariyalarni yozib qo'yish esingizdan chiqmasin.